xonani ko'rsin qilma, bir etaj, 3 xona, bir dalan, katta kuxnyasi bor, oshxonasi bor, bani tualeti tayyor. Bir etajda joy topib qo'ydim sizlarga. Sputnikdan gapiramiz. Sputnik hokim ko'chani to'g'risidagi ko'cha. Bu yerni chekkirasam biladi odamlar. Hozir uyning ichidan ko'rib, dalan, zal, razmerlar bilan ko'rsatamiz. Uy tashkiliy uslub. Girishingizda darvoza xona deydi buni. Bir mashina turadigan yeri, bunda zeleniy zonasi bor. Uyga girishingiz bilan chap qo'lda ummanik qo'yilgan. Birinchi dalan. Hamma metrda o'lchab ko'rsatamiz. Dalan razmeri 7 metre 3,15. Patolog 3,10 olingan. Bu yerda zal. Uyimiz pon ishboklardan chiqib turibdi. Отопление bo'lgan. Zalning razmeri 6 metre 3 metr. Bir spanning oynasi koridorga qaragan. Eshiklar ham sredniy eshik qo'yilgan. Demak, orqaga eshik qo'yilmagan, va qimmat eshik qo'yilmagan. Spanning razmeri 3 metre 3,60. Bu detskiy spanning tavarasi. Bunda banisi bor. Banida hammasi tayyor. Aysonlardan qo'yib turibdi. Bani razmeri necha deb so'ylanlar uchun. Bani 175 ga 175. Bir koridorcha bor. Koridorchadan kelasiz, oshxonasi. Oshxonaning razmeri 4,10 3,20. 4,10 uzunasi 3,20 eni. Bunda kattalar uchun spanning. Bir 3 metre 4,10. Kattalar uchun normal spanning. Arkada kichkina noldir qilish uchun noldir falan yer bor. Kichkina. Yanlar ham qurilib, steshva tayyor turibdi. Mana. Steshva bo'lgan ekan bu yer. Yo'qsa steshvani tiraverib joy yo'q. Uyimiz shpaklovkadan chiqqan. Xalosat avo yopishtirasiz, xalosat attachment qilasiz, o'zingiz massangizga qarab uyni qilaverasiz. Lampishlar qistirilmagan. Lampishlarni o'z qistirib beraverasiz. Gelsangiz bilan qistirib beradilar. Pastda nomer qoldiramiz, telefon so'rab gaplashamiz.